Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Eron Iroqdagi kurdlar shtab-kvartirasiga zarba berdi. Fransiya O'rta Yer dengiziga o'zining yadroviy aviatashuvchisini yubordi. Eron Isroilga qarshi raketa zarbalarining 21-to'lqinini boshladi. Rossiya va Ukraina 200 nafardan asir almashdi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ko'malay zahmatkashani Kurdiston. Bizi ko'mala. Eron Iroqdagi kurdlar shtab-kvartirasiga zarba berdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ekspertlarning fikricha AQSh va Isroilning Eronga zarbalari davom etayotgan bir paytda Tehron o'z hujumlarini jadallashtirmoqda. Bunga AQSh prezidenti Donald Trump kurd guruhlarini Eronga qarshi jangga jalb qilmoqchi ekani haqidagi taxminlar sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Eron Kurdiston Demokratik partiyasi yuqori martabali yetakchisi kurdlarning yaqin orada Eron hududida jangga kirishiga ishonishini bildirgan, biroq aniq muddatlarni ochiqlamagan. Shuningdek, u Trumpning so'nggi kunlarda partiya rahbari bilan gaplashgani haqidagi xabarlarni izohlashdan bosh tortgan. Biz ozodlik uchun jangga kirishga har qachongidan ham yaqinmiz, dedi 25 yoshli Hassan ismli kurd jangchisi. Buyuk Britaniyaning Erondagi sobiq elchisi Ser Simon Gasning ta'kidlashicha, Eron ko'plab etnik guruhlardan iborat yamoqqa o'xshaydi. Mamlakatda forslardan tashqari kurdlar, balujlar, arablar va ozarbayjonlar kabi yirik etnik o'zchiliklar yashaydi. Agar AQSh va Isroil ushbu guruhlarning birortasini rejimga qarshi qurolli isyonga undash yo'lini topsa, bu Tehron uchun boshqarish o'ta qiyin bo'lgan yangi muammoga aylanadi, dedi diplomat. Ma'lumot o'rnida 25 milliondan 35 milliongacha bo'lgan kurdlar Turkiya, Iroq, Suriya, Eron va Armaniston chegaralaridagi tog'li hududlarda istiqomat qiladi. Ular Yaqin Sharqdagi 4-yirik etnik guruh bo'lsa-da, hech qachon o'zlarining doimiy milliy davlatiga ega bo'lmagan. Eronning 84 millionlik aholisining taxminan 10%ni kurdlar tashkil qiladi. Asosan sunniy musulmon bo'lgan kurdlar mamlakatning shimoli-g'arbiy qismida yashaydi. Amnesty International hisobotiga ko'ra, eronlik kurdlar uzoq vaqtlardan beri kamsitishlardan aziyat chekib keladi. Ularning ijtimoiy, siyosiy, madaniy va iqtisodiy huquqlari muntazam ravishda cheklangan. Fransiya O'rta Yer dengiziga o'zining yadroviy aviatashuvchisini yubordi. Fransiya Eron bilan urush keskinlashib, Yaqin Sharq hududidan tashqariga yoyilish xavfi tug'ilayotgan bir paytda o'zining Charles de Gaulle yadroviy aviatashuvchisini O'rta Yer dengizining sharqiy qismiga yubordi. Kema Shimoliy Atlantikadagi operatsiyalardan chaqirib olindi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 3-mart oqshomida televideniya orqali xalqqa qilgan murojaatida mazkur qarorni e'lon qilgan. Men Charles de Gaulle aviatashuvchisi, uning havo bo'linmalari va unga hamrohlik qiluvchi fregatlarga O'rta Yer dengizi tomon yo'l olish haqida buyruq berdim, dedi Macron. Aviatashuvchi guruhi NATO mashg'ulotlarida ishtirok etayotgan Shimoliy Atlantika va Boltiq dengizidagi missiyasidan chaqirib olindi. Kema yangi buyruqni olishdan oldin o'tgan haftada Shvetsiyaning Malmö portiga to'xtab o'tgan edi. Taxminlarga ko'ra, Charles de Gaulle O'rta Yer dengizining sharqiy qismiga yetib borish uchun taxminan 10 kun vaqt ketadi. France 24 nashrining xabar berishicha, kema mintaqaviy havo hududi xavfsizligini ta'minlash uchun 20 ta Rafael M qiruvchi samolyoti va 2 ta uzoq masofali radar aniqlash samolyotlarini tashiydi. Kema yadroviy energetika hisobiga yonilg'i qo'yishga muhtoj bo'lmay deyarli cheksiz masofaga harakatlana oladi. Aviatashuvchi 40 tagacha havo kemasini sig'dira oladi. Kema bortidagi Rafael M qiruvchilari 500 kilometrdan ortiq masofaga uchuvchi Scalp raketalari, AM-39 Exocet kemaga qarshi raketalar, shuningdek lazer yoki GPS orqali yo'naltiriladigan bombalar bilan qurollangan. Charles de Gaulle o'z faoliyati davomida bardavom ozodlik operatsiyasi, 2011-yildagi Liviya amaliyoti, 2015-2019 yillarda Suriya va Iroqdagi IShIDga qarshi kurash hamda Hind okeanidagi Agapantus missiyalarida qatnashgan. Allohu akbar! Allohu
Eron Isroilga qarshi raketa zarbalarining 21-to'lqinini boshladi. Bugun 6-mart kuni Eron Isroilga, jumladan mamlakat poytaxti Tel Avivga qarshi raketa va dronlardan iborat 21-seriya hujumlarni boshladi. Bu haqda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi matbuot xizmati xabar qildi. Rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, haqiqiy va'da 4 operatsiyasining 21-to'lqini Tel Aviv markazidagi nishonlarga Xaybar raketalari va dronlar uchirish bilan boshlangan. Korpus ma'lumotlariga ko'ra, zarbalar Isroil poytaxtidagi strategik va harbiy obyektlarga qaratilgan. Hozircha jabrlanganlar soni va yetkazilgan zarar haqida aniq ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Guvohlar shahar ustida kuchli portlashlar bo'lganini xabar qilmoqda. Aholi esa xavfsiz joylarga yashirinishga urinmoqda. Hodisa joyidan olingan videolarda Isroilning raketaga qarshi mudofaa tizimi raketa va dronlarning bir qismini yo'q qilayotgani ko'rinadi. Ammo ayrim dron va raketalar shahar hududlariga yetib borgani aytilmoqda, deb xabar berdi TASS. Mutaxassislar ta'kidlashicha, hujumlarning 21-to'lqini Eronning uzoq davom etadigan zarba kampaniyasini olib borish imkoniyati borligini ko'rsatadi. Bunda zamonaviy uchuvsiz apparatlar va o'rta masofali raketalardan foydalanilmoqda. Mojaroning kuchayishi esa gumanitar falokat xavfini va mintaqadagi keskinlikni yanada oshirishi mumkin, ayniqsa aholi zich yashaydigan hududlarda. Isroil harbiylari ham javob choralarini ko'rmoqda. Muhim infratuzilma va turar joy hududlarini himoya qilish kuchaytirilmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar esa davom etayotgan hujumlar keng ko'lamli mintaqaviy keskinlikka va qo'shni davlatlarning ham mojaroga tortilishiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Rossiya va Ukraina 200 nafardan asir almashdi. Rossiya va Ukraina o'rtasida 5-mart kuni navbatdagi asirlar almashinuvi bo'lib o'tdi. Har ikki tomon 200 nafardan harbiy xizmatchini o'z vataniga qaytardi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligining xabar berishicha, Kiyev rejimi nazoratidagi hududlardan 200 nafar rossiyalik harbiy qaytarilgan. Buning evaziga Ukraina qurolli kuchlarining 200 nafar asiri topshirilgan. Hozirda rossiyalik harbiylar Belorussiya hududida bo'lib turibdi. U yerda jangchilarga zaruriy psixologik va tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Shundan so'ng ular davolanish va reabilitatsiya uchun Rossiyaga olib ketiladi. Mazkur jarayonda Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh vositachi sifatida ishtirok etdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy asirlar qaytishi yuzasidan bayonot berib, har bir fuqaroni vatanga qaytarish ustuvor vazifa ekanini ta'kidladi. Har safar odamlarimiz uyga qaytganda bu Ukraina har bir insonni qaytarish ustida ishlayotganini isbotlaydi. Biz hech kimni unutmaymiz. Buning uchun vositachilarni jalb qilyapmiz. Ukrainaga yordam berayotgan barchadan minnatdorman. Ushbu almashinuvni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlagani uchun AQShga rahmat aytaman, dedi Zelenskiy.